Shunda notekisliklar sentr ko'chib ketishi bo'lganda kulishga uyalardim. Rosa mart oyida Neosmile klinikasiga tashrif buyurdim Ahmadjon akaga. Shunda notekisliklar sentr ko'chib ketishi bo'lganda ko'p vrachlarga bordim. Ular garantiya bera olmaymiz. Brek sistemasini o'rnatganimizdan keyin ham iziga qaytib ketishi bor dedi. Neosmile klinikasi vrachi Ahmadjon aka kafolat beramiz dedi qolgan vrachlarga nisbatan. Oxirigacha olib borib bera olaman. Sentr joyiga keladi. Brepuslar to'g'rilaymiz dedi. Mana 8 oy bo'lgan bo'lsa, ancha o'zgarishlar bor. Talaffuzimda ham o'zgarish bo'lib ketgandi jag' qiyshiqligi tufayli. Hozir ancha to'g'rilangan talaffuzim ham. Yuz asimetriyasida ham qiyshiqlik bor edi. Bu ham ancha to'g'rilangan. Kulishga uyalardim. Rosa noqulay edi. Kulish yoki jamoat joylarida ayniqsa yoki biror nimada leksiyalarda gapirmoqchi bo'lsam, talaffuzim xunuk chiqardi, noto'g'ri chiqardi. Ulardan uyalardim. Juda bunaqa jamoat joylariga borishga qisinib qolgandim. Hozir jarayonda davom etyapti. 8 oydagi natija ancha yaxshi. Neosmile klinikasi Ahmadjon akaga rahmat.